uzoq bo'lgan xo'jayin qo'l ostidagilarga ularni toqati ko'tarmaydigan ishlarni yuklab qo'yadi. Endi boyagi ishchi nima qiladi? Majburda. O'sha ishni, u toqati ko'tarmaydigan ishni majbur yuklab qo'yadi, uyga olib ketib qoladi uxlamasdan. Chunki ish jon yo'qotib qo'yishni xohlamaydi-da. To'g'rimi? Musulmon rahbar hech qachon bunday qilmaydi. Asarlarda keltiriladi: "Iza aradta rahmati farhamu ibadi." Bandalar, agar meni sizlarga rahmat qilishimni, meni rahmatimni xohlasanglar, meni bandalarimga rahm shafqat ko'rsatinglar. Xo'jayinlar oliy bergandan keyin sizlar ularda faqat oliyligini beryapsizlar, xolos, hayotini berganinglar yo'q. Yumshoq muomalada bo'linglar, chunki dinimiz shu narsaga buyuradi. Mudarris imtihon paytida talabani yiqitish uchun u bilishi mumkin bo'lmagan narsalarni ham so'rab turib oladi. Zulm shu. Bunga ham Alloh taolo bir mashaqqat soladi ustiga. O'qitgan programmani so'ra, hamma talaba bilish